Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan 82-darsimiz va Triple Expansion Average haqida gaplashamiz. Bu indikatorning nomi TRIX deb atashadi, ya'ni ko'pchilik Triple Exponential Average demaydi, TRIX deb aytib qo'ya qoladi. Bu indikator deyarli 40 yillik qara indikator deb aytsak ham bo'ladigan darajada, ya'ni buni tarixi juda ham uzoq, ko'p indikatorlarimizdan bilamiz. Tarixi juda ham qari indikator hisoblanyapti, lekin haligacha o'z kuchini yo'qotmagan ajoyib vosita. Nisbatan boshqa indikatorlarga nisbatan ko'piga nisbatan yoshroq, albatta, ayni kechagi indikatorga nisbatan ham. Bu indikator 1980-yillarning boshida Jack Hudson tomonidan yasalgan. U odam Technic Analysis of Stock Commodities degan jurnalning muharriri bo'lgan. O'sha paytda traderlar juda ham ko'p mana shu shovqinlar borku, noise deymiz anglizkida. Mana shu shovqinlardan azob chekayotgan vaqt bo'lgan. Xuddi radioda musiqa tinglasangiz, parazit tovushlar keladi, qanaqadir qitir-qitir qilgan ana o'sha yoqimsiz shovqinlar narxlarda ham juda ham ko'p, juda ham keraksiz signallar bor bo'lgan. Ana o'shaga Hudson o'ylab topgan bu narsani. Keyin o'ylagan o'tirib, nega biza bir marta emas, 3 marta silliqlangan o'rtacha harakatlanuvchi indikatorni yasamaymiz deb o'ziga o'zi savol bergan. Shunda barcha keraksiz signallar o'chib ketarmidi deb. Shunaqa qilib, aynan TRIX paydo bo'lgan, mana shu TRIX indikatorni yasalishiga sababchi bo'lgan. Bu xuddi choyni 3 marta elekdan o'tkazishga o'xshaydi. Oxirida sof mahsulot qoladi. Nima qildi? Endi nima qiladi deb savol beramiz o'rtoqlar. TRIX bu momentum ostsillatori hisoblanadi. Hozir biz aynan ostsillatorlar haqida gaplashayotganimiz uchun MetaTraderga o'tadigan bo'lsak, vid bo'limida, navigator bo'limida bizda ostsillatorlar bor. Buni bilasiz. Anchadan beri ostsillatorlardamiz va ostsillatorga bor yo'g'i ikkita darsligimiz qoldi. Mana shu indikator aynan kechagi stoxastik ostsillatordan keyin mana shu indikatorni o'rnatamiz. Hozir buni tushuntirib beraman. Bu indikator oddiy qilib aytganda yaxshi indikator, ya'ni 3 marta silliqlangan va o'rtachani oladigan o'zgarishlarni tezligini ko'rsata oladi. Zo'r indikator deb aytiladi. Oddiy qilib aytganda bu sizlarni kiberko'zinglar bo'lishi mumkin. Bozorda xuddi soxta signallarni chetlab o'tishga sizlarga yordam bera oladigan kiberko'z deb qarashimiz mumkin. Chunki indikator albatta bizga yordamchi. Shuning uchun bu yordamchi ko'z. Bozorda ko'ra olmagan narsalarni mana shu silliqlab sizga ko'rsatib beradi. Hozir ham ishlaydimi degan savol bilan boshlanadi albatta ko'p videolar. Ha, hozir ham ishlaydi. Hanuzgacha traderlar uchun qimmatli vosita bo'lib, trend o'zgarishini aniqlash va savdo signallarini topish uchun filtr sifatida mana shu indikatorda ishlatiladi hozirgacha. 40 yil o'tgandan keyin ham u juda ham mashhur. Chunki soxta signallarni bu minimallashtirib beradi bizga. 3 marta silliq bo'lganligi uchun albatta signal sifati yaxshilanadi. Trend momentumlarni bemalol bizga ko'rsatib turadi. Undan ko'ra olsak bo'ladi, ikkita vazifani bir vaqtda o'zida bajarib beradi. Divergensiyalarni yaxshi topadi. Juda ham katta ustunlik deb atolaman bu indikator uchun bu narsani. Optimal sozlamalari bo'yicha hozir kelamiz. Demak, indikatorning periodi 14 ta turibdi o'rtoqlar. Demak, OK qiladigan bo'lsak, indikatorimiz hozircha bizda qizil rangda. Buni keyin sozlamalarini ham mana qaranglar, o'rtoqlar, bu TRIX degan paydo bo'ldi va 14 periodda turibdi. Ko'pchilik buni o'rtoqlar 15 period ishlatishadi. Ya'ni sozlamalarda 14 bu o'ziniki bo'lsa, buni ko'pchilik 15 period qilib ishlatishni ma'qul ko'radi. Ba'zi traderlar bu indikatorda 12 qo'yib olishadi sozlamani, ya'ni periodni 12 ga qo'yib olib ishlatadi. Ko'pchilik 15 ga qo'yib ishlatadi. Men ham 15 ga qo'yib ishlatishni tavsiya bergan bo'lardim. Ayni optimal sozlamada bu yerda o'zi zibros qilsanglar 14 turadi, bizga 15 ma'qul, 12 esa kimni uchundir. Hozir buni ham bitta-bitta to'xtalib o'taman. Ya'ni men o'zimni retseptimga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, uzoq muddatli trading uchun va yaxshi signallar olish uchun buni 21 ga qo'yilsa ideal signal bo'ladi. Hozir 21 da turibdi ayni vaqtda. Endi qaranglar, o'zgartirganimizda mana grafikga qaranglar, pastligini o'sha boshqacha bo'lishni boshlaydi. Ya'ni o'rta muddatli mana 15 da ishlatadigan odamlar uchun o'sha mana bunaqa holatda keldi. Qisqa muddatli ishlatadiganlar oyatdim-ku 12 deb. 12 ni ko'pchilik ma'qul ko'radi yoki 10 ham bo'laveradi. O'sha vaqtda false signallar sal ko'payib ketadi. Ya'ni yoqimsiz signallar bor, noise bor. Shuning uchun bu sozlamalar umumiy holatda xuddi men qilganimni qilishingiz shart emas, chunki hammaning o'zining fokusi bor. Xuddi bu kiyim tanlashga o'xshaydi. Qaysi birini kiyganingiz muhim emas, bu yerda muhimi asosiysi
o'ziga mos kelishi muhim. Shuning uchun bu indikator ham hammaga har xil moslashadi. Kimdir qaysidir juftlikda, man ishlamaydigan allambalo juftlikda, allambalo time frame'da, allambalo sozlama bilan ishlatishlari mumkin. Shuning uchun albatta bu hammani o'ziga bog'liq. Aytganda kiyim tanlashga o'xshagandek, hammasini o'zingizga mos keladiganini tanlab olasizlar. Ishlatish signallarini hozir signal ishlatishni ko'ramiz. Buni lekin o'rtoqlar men o'zim sozlamada ishlatmasdim, ya'ni zbros qiladigan bo'lsak 14-15 lar ma'qul, lekin men buni 21 qilib sizlarga ko'rsatib beraman. 21 ham yomon emas. 21 ga o'tamiz. Ishlashi qanaqa bo'ladi? Qaranglar, bizda mana bitta sonlar bor, lekin ko'rinmagan spisk indikatorga kiramizda buni uровеньga bosib, добавить bossak, o'zini 0 chizig'ini qo'yadi. OK qilsak 0 chizig'i chizildi bizda. Va hozir ayni damda tillaga bu buy signalni mana shu yerdan buy signalni berib yubordi. Misol uchun mana buyni ochib qo'ysak bo'ladi. Ayni mana shu yerdan buy och deb indikatorni o'zi berdi. Tushundinglar, yana qanaqa ishlashligini. Bu indikator bizda mana shu trix chizig'i 0 chizig'idan yuqoriga o'tganda biz buy olamiz. Shunaqa. Manfiy hududdan musbat hududga o'tishligi, mana qaranglar. Manfiy hudud, mana bu yonida minusi bor va musbatga o'tyapti, plyusi bor. Mana shu yerda o'sha bizga buy signalni berdi bu. Mana bu M1da ko'ringlar nima qilyapti. Hozircha biz plyusdamiz o'sha mana. Ochdik. Hozir endi zararga kirayotgandirmiz spread hisobiga balki. Yo'q, yomon emas, biz plyusdamiz qisqa qilib aytganda. Mana shunaqa ishlatishni o'rganib oldik o'rtoqlar. Ya'ni 0 chizig'ini chiqarib olamiz. 0 chizig'ini tepadan pastga buzib o'tdimi, ya'ni manfiydan musbatga qarab kelyapti. Borgan sari o'sha hozir selga signal beraman deb kelyapti va mana 0 chizig'ini buzib o'tdi. Pastga biz sell oldik. Mana bu yerdan mana shu joydan sell olganmiz va ideal, to'g'rimi? Mana bu yergacha. Endi kirish chiqish nuqtalari o'rtoqlar baribir maza qiladigan darajada bo'lmaydi. Chunki kirish chiqish nuqtalari zo'r bo'lishi uchun sizda boshqa indikatorlar bilan kombinatsiya bo'lishi kerak. Agar bitta o'zini ishlatadigan bo'lsangiz, mana shunga o'xshab hozir ochib yubordim, to'g'ri. Prosta ko'rsatib berish uchun ochib yubordim. 001 bilan buni bemalol yopib yuboraman. Zarar foyda, katta zararga ham, katta foydaga ham chiqib ketmaydi bu 001ligi uchun. O'rtoqlar, tilla buyga berdimi, demak mana bu yerdan o'sha sellga bergan ekan. Mana shu shamni sellga yuribmiz. Mana qaranglar, buyga qayerdan beryapti. Endi mana bu nuqtadan beryapti. Bu yerdan sellga berib 0 bo'lib qoldi, как бы. Agar mana shu yerdan sell ochib, qachonki buy signal bersa, ana shunda bozordan chiqib ketaman deydigan bo'lsanglar, xato bo'ladi. Chunki unaqa holatda sizlarga indikator yaxshi ishlab bermaydi. Demak, biz indikatorni ishlatish uchun, scalping uchun sozlamalarni boya aytdim o'rtoqlar, 10 qilib ishlatish ham mumkin. Ya'ni sozlamaga kirib 10 ni yoqamiz, OK. Bu hozir M1da sell berishga yaqinlashyapti. Yaqinda mana bu yerdan buy bergan ekan. M1da buy berib, ko'rasizlar, scalping uchun M1 juda to'g'ri kelmadi. Qana M5da sellda davom etar ekanmiz. M15chi sell, M30 bu hammasi sellga yaqinlashyapti. Mana bu yerdan buy beribdi ekan, 0 dan yuqoriga. H1da ketib qoldi. Sozlamani o'zgartirib yubordim o'rtoqlar aytgancha. Shuning uchun tushunarsiz bo'lib qoldi. Ayni bizani sozlamalarimiz, ya'ni biz qo'ygan sozlama 21 sozlamasi bu ancha sayqallangan sozlama hisoblanadi. Kamdan kam holatda yolg'on signal beradi. Ko'p holatda yaxshi signal beradi. Xo'p, mana hozircha ozgina zarardamiz. Demak, indikatorni katta time frame'dan boshlab yo'nalishni ko'rib chiqishimiz kerak. Buy trendni qaranglar, qatta bergan mana katta time frame'da. Mana shu yerdan buy olgan bo'lganlarda hozir 58 dollarcha, yo'q, 500 mi? 580 dollar atrofida 001 o'zida plyusda o'tirgan bo'lardinglar. Yomon emas, indikator yaxshi. Buni sizlarga sell buy'ni ko'rsatib berdim. Take profit albatta 1-2 1 ko'rsatishni ishlatish tavsiya qilinadi. Kombinatsiya qilsalar bo'ladi boshqalar bilan. Afzal kamchiligini aytaman, soxta signallari juda ham kam buni. Ya'ni mana shu sozlama 21 qo'yib ishlatilsa, soxta signalni kam beradi. Diviziyani ajoyib topib beradi bizga. Shikarni indikator. Signallar biroz kech keladi ba'zi holatida, lag bor o'rtoqlar. Yurib bo'lgandan keyin signal kelishi mumkin, lekin hozircha yaxshi. Biz yaxshi holatda buy oldik, misol uchun buy ketmasligi hozircha noma'lum, balki yopib yuborarman. Kamchiliklardan agar trendy bozor bo'lmasa, sideways bo'lsa yomon ishlaydi. Ya'ni flat deymiz-ku, range deymiz. Mana shunaqa bozorlarda yomon ishlaydi. Yangi traderlar uchun biroz qiyin tuyulishi mumkin, chunki tushunish qanadir. Yo'q, oson, to'g'ri, 0 chizig'ini qo'yib sozlamalarni qilib, u albatta murakkab tuyulishi mumkin kimlargadir.
И ba'zida juda ham sezgir bo'lib qoladi, tipa xuddi yolg'on signal berayotgandek. Mana qaranglar, o'sha yaqinlashyapti, o'sha bay ketishni signal beryapti, lekin selga ketyapti bozor. Mana shunaqa ba'zida juda ham sezgir shunaqa gaplar. Trix bu o'rtoqlar qadimdan, ya'ni katta yoshli, hikmatli bir otaxon kabi yaxshi, sekin gapiradi u, lekin har bir so'zi qimmatbaho. Agar siz sabr toqatli trader bo'lsangiz va sifatli signallarni afzal ko'radigan bo'lsangiz, mana shu Trix sizni eng yaxshi do'stingiz bo'la oladi. Yodingizda tutinglar o'rtoqlar, esingizdan chiqmasin, har qanday indikator 100% kafolat bilan ishlanmaydi. Trix ham sehrli tayoqcha emas, to'g'ri ishlatilsa juda ham kuchli vosita. Risk menejmentni unutmanglar. Har doim boshqa indikatorlar bilan tasdiq olinglar. Albatta boshqa qanaqadir strategiyalar bilan kombinatsiya qilish tavsiya qilinadi. Xullas, Trix bu sizni savdodagi arsenalingizga qo'shishga arziydigan indikator. Lekin esingizdan chiqmasin, muvaffaqiyat kaliti bu faqat yaxshi indikator emas, balki yaxshi strategiya, intizom, sabr, toqat. Ana shunda sizlar muvaffaqiyatga erishasizlar. Menimcha bu darsim tushunarli bo'ldi. Barchaga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.